aka ha. Ikkilanayotib tura olmassin. Va kelib turing hoji aka. Umringiz uzoq bo'lsin oshna. Haligi oy 15 qorong'u 15 yorug' degani bejiz emas. Alloh ham suygan bandasiga dard, suygan bandasini sinaydi. Bilsaylarga Ramazon kunini birinchi kuni kechqurun turganimizda xush keldik-a. Bu ham bitta baxt, bitta omad. Nega sizga bizga emas, beyga deyman. Nasibda mana ekan shu Alloh nazari tushgan joyligi uchun shu narsalar dunyoga keldi, shu narsalar amalga oshdi. Sizsiz bo'lmasdan oldin birinchi bir podvalda repetitsiya qilardim men, tinmasdan ashyadan chiqaman deb. Mana undagi akam o'g'lim mana ulug' joydir, bundan ulug' bo'lsin, bundan da katta mukofotlarga Alloh loyiq qo'ysin aka. Bilamiz, masjidlarda ham ko'rganmiz. Alloh umringiz ziyoda qilsin, sizni baxtingizga hojatam sog' bo'lsin. Mashlar duosida yuraylik ekan. Mana shuncha odamni kamida endi beyda mana ekan shu katta onlarimizni 5 ta 10 tadan nabiralari bor, yo'qsa mana qizlarning farzandlari bor. Alloh berib turibdi, beruvchi Alloh berardan o'zi qismasin. Siz bularga taqsimlayapsiz. Alloh bunday katta mukofotlarga o'zi sizni loyiq qilib qo'ysin, o'zi zakot qiladigan bandalarni qatorida qilib qo'ysin. Bahromjonni oshnamni shu yuraklarda bir ozgina so'zlari bor, sizlarga ayta olmagan. Ishlar bilan bo'lib, mehnatlar bilan bo'lib, optim kunlari ham o'zida bo'lmaydi oshnam. Ikki telefon qilaman, ikki telefon qilaman deyveradi. Qamay telefon oshna deyman. Endi buni ham bizga yarasha ishi bor. Umri uzoq bo'lsin. Endi shu narsani shu xalq ichida shu yetkazib qo'ymoqchimiz. Bitta mana narsaga qarsak olib qo'yasizlar. Baxtli oiladan biri. Ilohim sizlarni farzandlaringlar ham, oshna sizni 3 o'g'loningiz ham, mana shu akani singari saxiy, mard bandalarni qatorida qilib qo'ysin. Umringiz uzoq bo'lsin oshna. Mana ko'rib havas qildik-da. Oshna qarang, bu hammasi shu mehnatdagilarni. Mana 15 o'noqida 15 o'noq bo'lib berguvchi Xudoylar berardan qismasin. Hammasi o'tib ketgani Allohim rozi bo'lsin. Aytamanki, Alloh ham oshna suygan bandasiga dard beradi. Kasallikka dard bermaydi deydi-ku, u to'ppa-to'g'ri. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, zotlarga Kamolxon hojalar endi mana shu tabriklarni qabul qilib olasizlar. Endi boshqa chiqqanda chapay yurib qoldi. Ertaga o'zingizga qiyin, qarsak choping. Mayli bo'lardim, dayga. Aytishmanda. Uni qilish sinada marhamat tayyor bo'lsa taqdim etamiz. O'z davrini surgan, ukam bor deb ishonib yurgan, qarsaylarni jigarsiz yonimda turgan, akalarimiz so'risiz akam, omadini ovlagan berganim, ukam bor deb ko'ksim kelganim, jigarsiz yonimda turganim, akalarimiz so'risiz akam, bir tovoqdan birga oshtasi, ustikku bir ko'rpada yotib, birgina siz ketmaysiz sotib, akalarimiz so'risiz akam, hatto so'rang jonim beraman, siz borsiz men shohu turaman, sizni juda yaxshi ko'raman, akalarni jigarlarni so'risiz aka. Endi Kamolxon opamlarga bo'lsa, tayyor bo'lsa buni ham qo'yib beramiz. Keyin yo'qlamasman bir kunda bir bor. Har kuni bir sizni o'ylab yuraman. Bugun qalbimdagi etayin oshkor. Opajon, men sizni yaxshi ko'raman. Hech sinov qalbingiz egolmas biling. Joningizda tirgak bo'lib turaman. Ko'zlaringiz yoshlamay bir bora kuling. Opajon, men sizni yaxshi ko'raman. Oqibatimizga ko'zlar tegmasin. Yonimda bo'lsangiz chindan kulaman. Har qilgan ishingiz Alloh qo'llasin. Mehribonim, farishtam, go'zalim, men sizni juda yaxshi ko'raman. Salomat bo'linglar, to'ylar muborak bo'lsin. Akalari, opalari bitta yaxshi niyat qilib qo'yasizlar.